Bugun sizlar bilan Daho O'zbekiston. Bugun sizlar bilan ikkita kameraning farqini ko'rib o'tamiz. 4 megapikselli bo'lgan Daho brendiga tegishli bo'lgan 1431S1 modeli bilan 1431ZS degan modelini ikkalasi bilan farqi, ikkalasi narujniy kamera bo'ladi. 4 megapiksel, razresheniyasi 2560 ga 1440 bo'ladi. Ikkalasi ham podsvetkasi bor, ya'ni infrakrasniy bo'ladi. Bu kameramiz varifikalniy hisoblangani uchun korpusi ham kattaroq bo'ladi va zoom bo'ladi. Bu zoom deganda yozadigan apparatdan turib yaqinlashtirsangiz bo'ladi, ya'ni PTZ-siga kirib turib aylanmaydi, boshqa qilmaydi, bemalol yaqinlashtira olsangiz bo'ladi. 4 megapikselli kameramizdan ikkalovi ham bir xil kachisi bo'ladi. Ya'ni razresheniyasi buniki ham 4 megapiksel, buniki ham 4 megapiksel bo'ladi. Va yana bitta ahamiyat beradigan tomonlar 4 megapikselli kamera qo'yadigan bo'lsanglar uylarga televizorlar ham 1080p dan baland bo'lishi kerak. Ya'ni ko'pchilik bunga ahamiyat bermaydi. Televizorlar agar 1080p dan past bo'ladigan bo'lsa, 4 megapiksel qo'yasizlarmi, 8 megapiksel qo'yasizlarmi, baribir unga aloqasi bo'lmaydi. O'shaning uchun 4 megapiksel qo'yadigan bo'lsanglar, televizorni ham 4K dan baland televizor olishinglarni maslahat beramiz. Endi buni xarakteristikasiga kelib o'tadigan bo'lsak, varifikal kameramizni yaqinlashtiradi, ya'ni zoomi bor. Masalan, Google obzor kerak emas menga, узкий holatda bo'ladigan bo'lsa ham bo'ladi desanglar, Google obzor kamaytirib turib, именно o'sha obyektivlarni uzoqdan yaqinlashtirib qo'yib, o'sha obyektga qotirib qo'ysanglar, o'sha именно 70 metrlik joylarni cho'tki qilib olib beradi. Bu variantimiz Google obzor kattaroq bo'ladi. Buni millimetrga kelib to'xtatadigan bo'lsak, 208 mm dan 306 mm gacha bo'ladi. Ya'ni primerni oladigan bo'lsak, o'z metrda aytadigan bo'lsa 90 gradus ko'rsatadi. Bu variantimiz 208 mm dan 12 mm gacha tortsa bo'ladi. Ya'ni zoom ichkaridagi millimetr linzasi yuradigan bo'ladi. Uzoqni yaqinlashtirib qotirib qo'ysanglar, uzoqni cho'tki qilib olib beradi. Oddiy qilib tushuntirganda futbol ko'rayotganinglarda, katta ekranda ko'p o'yinchilarni ko'rayotgan bo'lsanglar, u 208 mm deb tasavvur qilsanglar, uzoqdagi futbolchini keyin yaqinlashtirib qo'yganingizdan keyin bu 12 mm deb tasavvur qilsanglar, obzor ko'rinmaydi, lekin shu futbolchini yaqinlashtirib ko'rsatgandek bo'ladi. Bu ikkala kameramiz ham Daho firmasiga tegishli bo'lgan bo'ladi. Ikkalasining ham podsvetkasi varifikalniki 70 metrga yaqin bo'ladi. Primerni oladigan bo'lsak, bu variantimizdanki 30 metr ikki podsvetkasi bo'ladi. Ikkalasini ham uylarga qo'ysa bo'ladi va eng muhim tomoni varifikalniy kameramizning korpusi, ya'ni hajmi kattaroq bo'ladi. Ushbu varifikalniy kameramizdan oladigan bo'lsak, bunga 256 GB gacha fleshka qo'ysa bo'ladi. Ichiga menyusiga kirib turib, xohlagan funksionalnisi bo'yicha to'g'ri olsangiz bo'ladi. VDR funksiyasi bor, Smart Motion qilib qo'ysanglar bo'ladi. Движениеga yozadigan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Nashri podsvetkasidan xohlasangiz den qilib qo'yasizlar, xohlasangiz nosh qilib qo'yasizlar. Ikki xil rejimdan bemalol ishlaydi bo'ladi. Eng yaxshi tomoni yozadigan apparatsiz ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni kompyuterga ulab qo'yadigan bo'lsanglar, buni fleshga tiqib o'ziga yozib qo'yadigan bo'lsangiz, kompyuterga через LAN kabel ulab qo'ysanglar, kompyuterga ham yozadigan qilib qo'ysanglar bo'ladi, fleshga ham yozadigan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Buni yana eng zo'r plus tomoni, bitta joyga qo'yib qo'ysanglar, odam ko'rganda ham, boshqa qilganda ham kichkina kamera deb o'ylaymiz, katta kamera bo'lsa odamni ham qo'rqitib turadi. Yana bitta plus tomoni, bu PoE поддержка qiladi, ya'ni 12 voltdan ham ulasanglar bo'ladi. Xohlasangiz PoE switch qo'yib turib, PoE switchdan ham ulasanglar bo'ladi. PoE switch deganda bitta kabeldan ham signal, ham pitaniyaga yetkazadigan qilsanglar bo'ladi. Ya'ni bunga bitta PoE switch qo'yib turib, blok pitaniya shart emas, oddiy switch shart emas, oddiy PoE switch qo'yib turib, bitta sim bilan ulab qo'ysanglar, ham pitaniya, ham signal bilan ketadigan bo'ladi. Ya'ni varifikal kameramizni 256 gacha fleshga ko'taradi. Ya'ni bu qo'yib qo'yganingizdan keyin bez yozadigan apparat kameradan primoy kompyuterga ulab qo'yadigan bo'lsangiz ham o'ziga-o'zi yozib, bemalol kompyuteringizdan yoki telefoningizdan zapisni bemalol ko'ra oladigan qilsanglar bo'ladi. Endi kameramizni ochib raspakovka qilib ko'ramiz. Ikkala varianti ham. Varifikal kameramizning ko'rinishi katta bo'ladi. Tagida mana joyini bo'shatadigan bo'lsanglar, agar fleshga qo'ysanglar ham bo'ladi, reset joyi ham bo'ladi. Reset deganda kamerani qo'yganingizdan keyin mabodo parolini esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsanglar yoki IP adresini yoki nimadir zavodskoy nimadir defekti bo'layotgan bo'lsa, sразу servis sentrga olib kelish shart emas. Sразу mashitni o'zidan resetni bosib tursanglar, 12 sekund bossanglar, o'zi reset bo'ladi. Reset deganda zibros, oddiy zibros bo'ladi. Shu yerga keyin fleshga qo'yib qo'ysanglar, o'ziga-o'zi yozadigan qilib qo'ysanglar, mana ikkita shurupini bo'shatsanglar, bemalol qo'yasanglar bo'ladi. Ko'rinishi shunaqa, korpusi katta bo'ladi nisbatan. Mana ikkinchi kameramizni ochib ko'rsatamiz sizlarga. Ikkinchi kameramizning ko'rinishi nisbatan kichkina va buni reset va fleshga soladigan joyi bo'lmaydi. O'zini qo'yib qo'ysalar, uni gabaritini solishtiradigan bo'lsanglar ham, o'zbeklarning eng yaxshi ko'rgan varianti, menga katta kamera bergan, qo'shnim ko'rganda qo'rqib tursin deganda, mana shu kamerani berib olish kerak bo'ladi. Mana shu kameramizni qo'yib qo'ysanglar, endi gabaritini o'zingiz solishtirib olsanglar ham bo'ladi. Buni nashnoy podsvetkasi bunga qaragandan ko'ra ancha tinchroq bo'ladi, uzoqroq oladi. Nimagaki bu varifikal bo'lgani uchun. Endi sizlar bilan bu kameralarga, ya'ni 4 megapiksel ko'taradigan Enver haqida gaplashamiz. Ya'ni bu kameralarni qo'yadigan bo'lsanglar, sizlarga maslahat 1104, 1108 degan modelimiz bor, ya'ni birinchi seriya, u variant qo'yishingizga maslahat bermaymiz. Nimagaki uni dekodirovaniyasi sal pastroq bo'ladi.
Bu kameralarni qo'yishingiz uchun 41 dan baland yoki 21 dan baland variantni qo'yishingizni maslahat beramiz. Nimagaki, bu kamerani qo'yadigan bo'lsanglar, boyaga aytganimdek televizorlarning razresheniyasi 1080p dan baland bo'lishi kerak deganimning maqsadi, bu yozadigan apparatimizdan hammasi razresheniyasiga displeyga imенно kiradigan bo'lsanglar 1080p dan baland bo'ladi. Ya'ni 4108, 4104. Imенно biz bu turgan variantimiz 4104p degan varianti. P degan joyini alohida to'xtab o'tamiz. P degan joyi boyagi mana kameralar po'yi podдержка qiladi deganimiz sababi P variant bo'ladigan bo'lsa, yozadigan apparatinglar to'g'ri narx-navosida sal raznica qiladi, lekin P variantini oladigan bo'lsanglar, po'yi switchni qo'yib o'tirmaysizlar. Ya'ni hub switch, po'yi switch qo'yilmaydi. O'ziga primoy mana buni kamerasidan kelib turgan qismi primoy yozadigan apparatga tiqib yuboriladi. Ya'ni signal ham pitaniya baravariga ketaveradi. Shu plus tomoni bo'ladi. I ortiqcha sim, mana po'yi switch, blok pitaniya rasvot qilib o'tirmaysizlar. Bu udobniy joy bo'ladi. Kelinglar sizlar bilan endi yozadigan apparatni ko'rib chiqamiz. Yozadigan apparatimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Kichkina bitta xartli bo'ladi, ichiga bitta dona xart ketadi. Buni funksionalisiga kelib to'xtaladigan bo'lsa, yozadigan apparat 8 terabayt, 10 terabayt xartni ham podдержка qiladi. 10 terabayt xart podдержка qilgandan keyin buni ichidagi funksionalisi SMD funksiyasi bor, I funksiyasi bor. I funksiyasi deganda umniy funksiyasi bo'ladi. Движение dachikka mana shu tozdan yoqoraverasizlar. Xartdan bemalol format qilib flashga ko'chiradigan bo'lsangiz, flashga ham ko'chirib olsanglar bo'ladi. Mishkasi chiqadi komplektida. Mishkasi xarti simi, boltlari chiqadi и blok pitaniyasi o'zida komplektida chiqadi. Agar po'yali boyga P variantini olaman desanglar, blok pitaniyasining amperaji va volti nisbatan kattaroq bo'ladi. Buni bu kamera, bu yozadigan apparatlarning hammasini bitta sistema qilganingizdan keyin imенно P variantini oladigan bo'lsanglar, ya'ni NVR 4104 P variantini oladigan bo'lsanglar, bunga po'yi switch kerak emas. Shu kameralarni olasizlar, masalan, mana shu komplektda qaraydigan bo'lsa ham, mana shu ikkala kamerani olasizlar, yozadigan apparat olasizlar, shu kamerani olasizlar va bitta dona xart qo'shib turib komplekt qilib bemalol qo'yib yuborsanglar bo'ladi uylarga. Endi sim ham tortiladi, sim endi alohida bo'ladi. Va bu hamma kamerani ulaganingizdan keyin bunga LAN portiga agar internet ulaydigan bo'lsanglar, telefoningizga bemalol ulab olsanglar bo'ladi. Telefoningizdan ushbu xartimizga, ichidagi xart qo'yilgan ichiga kirib turib, zapisni bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi va telefoningizga ko'chirib olsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar agar naboda nimadir bo'lib qolgan taqdirda ham flashga tiqib turib, o'zidan, ya'ni mishkaga ulab turib, yozadigan apparatdan sirazi ko'chirib olsanglar ham bo'ladi. Bugungi to'plagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Dahvo Texnology.